Surxondaryo viloyatining barcha tuman va shaharlarida raqamli avlod qizlari respublika tanlovining tuman shahar bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Tanlovning asosiy maqsadi yosh avlod, ayniqsa qizlar o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish, IT sohasiga qiziqishni kuchaytirish, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirishdan iborat. Joriy bosqichda jami 3096 nafar qizlar dasturiy ta'minot yaratish, mobil ilovalar ishlab chiqish, raqamli kontent tayyorlash hamda media va dizayn yo'nalishlarida o'z bilim va mahoratlarni sinovdan o'tkazdilar. Smartlang loyihasini kengaytirib keldik. Bu loyiha ustida biz 1 oy ishladik. Men bu loyihadan o'quvchilarning fikr, mulohazasi oshishi, gadjetlardan, kompyuterlardan, telefonlardan unumli foydalanishini xohlayman. Bog'cha bolalari uchun ham hozirda planshetlar berilmoqda. Bu planshetlarda bog'cha bolalari uchun ham unumli foydalanishi uchun bog'cha bolalari uchun loyiha ishlab chiqamiz. Bu bog'cha bolalari uchun o'ziga yordamchi bo'lgan multfilm qahramonlari bilan yondashadi. Bunda yondashib bog'cha bolalari ham gadjetlardan unumli foydalanadi bundan keyinda. Qumqo'rg'on, Sho'rchi va Denov tumanlarida o'tgan tanlovlarda ishtirokchilar o'z g'oyalari, loyihalari va ijodiy ishlanmalarini namoyish etishdi. Ularning chiqishlarida texnologiyaga, ekologiyaga bo'lgan qiziqish, ijodkorlik va yangilikka intilish ruhi yaqqol ko'zga tashlandi. Meni maqsadim yoshlarni tabiatga muammolariga e'tiborni ko'paytirish va bolalarni ekologik muammolarga ko'proq qiziqtirish. Shu maqsad yo'lida Plan Trees degan loyihani ishlab chiqdim. Bu mobil ilova va bolalar registratsiyadan o'tib, ekkan daraxtlarni rasmga tushiradi va bu uchun mukofot oladi. Men bu loyihamni butun dunyoga ko'rsatib va butun dunyodan bolalarni qiziqtirmoqchiman. Tanlov jarayonlari tuman shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlari rahbarlari, trener, mutaxassislar hamda o'qituvchilar ishtirokida ochiq va shaffof tarzda o'tkazildi. Platformaning nomi EcoKids. Bu yoshlarga qaratilgan bo'lishidan qat'iy nazar kattalar ham ishlatishi mumkin va uning afzalliklaridan biri bu platforma orqali qanday qilib O'zbekistonimizda va aynan Surxondaryoda ekologik muammolar bor va uning choralari qanday bo'lishini bilish mumkin. Platforma ishga tushgandan keyin ko'proq odamlarning ekologik madaniyati oshadi va u orqali biz ekologiyamizga va birinchi navbatdan odamlarga yordam olib kelishimiz mumkin. Chunki bilgan kishi baribir ham choralarni ko'radi va qanday qilib bu muammolar bilan kurashish mumkinligini biladi. Endilikda tuman bosqichlarida g'olib deb topilgan ishtirokchilar viloyat bosqichida o'z hududlari sharafini himoya qiladilar.